Xinlu Zhong 57. Zhong degani bu xitoychadan tarjimada o'rta pishar degan ma'noni bildiradi. Xinlu Zhao 78 esa Zhao nomi o'z xitoychadan tarjimasi erta pishar. Ya'ni navni o'zi ikkisini farqini ko'rsatib turibdi. Xinlu Zhao 78 erta pishar deganimiz 115-120 kun. Ekishdan hosilgacha davri, hosildorligi 57 ga nisbatan ozroq 10-15%. Tola uzunligi ham qisqaroq 29-31 mm. Xinlu Zhong 57 da esa hosildorligi yuqori, tola uzunligi 30-32 mm gacha, ya'ni ozroq farq qiladi, uzunroq. Kasalliklarga chidamlik. Bular hudud tanlaydi deganimiz sababi hozir yoz fasli uzoqroq davom etadigan, masalan Qashqadaryo, Surxondaryo viloyati, Buxoro viloyatlarida Xinlu Zhong 57 juda ham yaxshi o'zini tomonlarini ko'rsatdi bu yil. Viloyatlarga ko'p chiqdim bu yil. Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham bordim. Shu borgan vaqtlarimda ko'rdimki, o'sha 57 navi shu joylarga mos. O'zi navlar tavsifida ham qurg'oqchilikka chidamlik, issiq sharoitda yaxshi o'sadi degan. Ya'ni o'sha tavsifida yozilgan ko'rsatkichlari bu real hayotda ham o'zini aksini topdi. Xinlu Zhao 78 esa o'sha Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlari, ya'ni Vodiy viloyatlari, Toshkent viloyatiga, masalan Jizzax, Sirdaryo viloyatlariga aynan mos keladi. Chunki u erta pishar. Yoz fasli qisqaroq bo'lgan hududlarga bu to'g'ri keladi 78 nav. Shuni masalan ertaga YouTube'da ko'rganda bu suhbatimizni fermerlarimiz shu joylariga e'tiborliroq bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Shunaqa asosan afzalliklari asosan ikkalasi ham kasalliklarga chidamliligi. Albatta tola sifati qolib ketibdi, tola sifati albatta a'lo. Xinlu Zhong 57 da 78 ga nisbatan. 57 ni ko'p afzallik tomonlari ko'p nisbatan. Lekin bitta umumiy xulosa qilish mumkin, ikkala nav ham O'zbekiston sharoitiga yaxshi moslashdi. Bizdan 2 yildan beri ommaviy yetishtirilyapti. Hozir 13 ming fermer bilan ishlayotgan bo'lsak, paxtachilikda o'zida 90-95% da juda zo'r natijalar. Aynan ikkala navda, 57 da 78 da. Yana o'sha tanlov baribir hudud iqlimiga bog'lanishi kerak Xitoy navlari yetishtirganda. Shu asosan salomat bo'linglar, hamma yaxshi dam olsin. Xudo xohlasa, mana o'sha 28-oktyabrga o'tganmiz. Soat 3:36. Tun xayrli bo'lsin hammamizga. Tinchlikda, xotirjamlikda ko'rish nasib qilsin. Hammaga rahmat bugungi qatnashganlarga, savol berganlarga. Xudo xohlasa hamma o'zlarining savoliga baholi qudrat javob oldi degan umiddaman. Yaxshi dam olinglar, tun xayrli bo'lsin hammamizga.